Assalomu alaykum, akilki gapdash qo'zlari, xonadonlar, uydagilar, barlar hamma yaxshimi? Allohimga hamd salomlar shukrlar olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dur so'ra. Kichkinalikda katta bo'lgan shogirdim bo'lyapti. Xudo xolasa duo qilib qo'yaman oxirida. To'plar bor, to'plar. Choylar bor, mana choylar. Bemalol kelasizlar, quvonda choylar bor. To'plar bor. Qiyma burda, qiyma, yana kavob. Endi hozir qo'yib berishadi. Rastaga ham kelibdilar, rastaga ham. Mana uch osh, mana vaju. Uch osh ham qiyom bo'lib ketgan, zo'r. Osh, mana osh. Hamma narsa bor, endi salatlar qo'yarasiz. Mana. Salatlar qarang, salatlarni. Ishtag'alar ochib yuboradi, ishtag'alarni. O qarang salatlar. Siz yaxshimi? Xalq xizmatini qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Akalar, buni ovqatlardan turib, talikalarga so'salaring, ishtag'alaring, raza ochilib ketsa kerak. Jildagina, ikkitagina, 3 ta qalampir tashlab qo'ysalar, yana ochilib ketsa kerak. Hep bolalarga. Omadlar bersin. Sog' bo'linglar. O qarang. Mana qarang salatlar, mana qarang. Suyuq bilanmi, kavob bilanmi, osh bilanmi yesalaring, mazza qilib olsalaring. Rahmat, shunchalik xalq xizmatini qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin ko'ramizda. Nima niyat qilishyapti, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Videolarni zo'rlab rahmat deb like to'saringlar.